Barchaga assalomu alaykum yana bir bor do'stlar. Barchaga assalomu alaykum. Meni 4 dona podpисчигim, kuzatuvchim yurakdasilar. Xo'p, bugungi videomizda biz Steam akkauntni qanday qilib Prime, ya'ni Premier Prime, короче, qimmat versiyasiga o'tkazishni o'rganamiz va yana birdan o'rganadigan narsamiz Steam akkauntni qanday qilib telefonga ulash. Bu juda ham kerak. Chunki kompyuter xonalariga borganda har doim sizda email bo'lmaydi yoki bitta ishni ikkita qiladi. Misol uchun, agar siz telefonga o'sha Steam akkauntingizni ulamasangiz, har xil kompyuter klublarga yoki boshqa kompyuterlarga siz Steamingizni ochmoqchi bo'lsangiz, sizga birinchi login parol terishingiz kerak. Undan keyin emailga xabar keladi, uni ochish kerak, ko'rish kerak, qisqasi anchagina vaqtingiz ketib qoladi. Shuning uchun qanday qilib Steam akkauntni telefonga ochish va qanday qilib bugun Steam akkauntni Prime qilishni ko'rsatib o'taman. Qani, agar siz tayyor bo'lsangiz, boshladik. Xo'p, sassiqchalar, birinchi qiladigan ishimiz esimdan chiqarib qo'ydim. Xo'p. Raz. Naushniklar taqibman. 1 2 3. Xo'p, agar sizda iPhone telefon bo'ladigan bo'lsa, siz App Store'dan birinchi yozasiz. Mana bu yerga Steam deb yozganingizdan keyin shu birinchisi mana bu narsani siz skachet qilishingiz kerak, ya'ni yuklab olishingiz kerak. Xo'p, agar sizda Android telefon bo'ladigan bo'lsa, uni otib yuboring. Hazırlashdim. Unda Play Marketdan skachet qilishingiz mumkin. Menda tayyor skachet qilingan, bitta ikkita akkauntlar ochilgan. Biz yangi akkaunt ochishimiz kerak. Mana bu yerga login. Boyaga parolimni aytmayman. Aytmayman deb ko'rinib qoldi-ku. Mayli. Nimaga? Tushundim, esimdan chiqibdi. Xo'p. Shunaqa qilib kirib olamiz. Keyin parol saqlanit qiladi, saqlanit qilamiz. Kirib olgandan keyin haliga biz kiritgan emailga yana bir marta SMS keldi. Qanaqadir. Xo'p. Kelgan SMS RTFMC chung sign in. Ana sen kirding debdi. Verify code debdi, verify. Bu emailga keladi-da. Yo. Yetti. Mana shunaqa kodlar so'raydi. Buni обязательно kiritishimiz kerak. Bir marta kiritasiz, undan keyin emas yaxshi o'qita. Обязательно kiritishimiz shart. Xo'p, keyin R bilan boshlanadigan kod beradi. Buni обязательно screen qilib Telegramga bironta joyingizga olib qo'ying, chunki bu narsa sizda akkauntingiz yo'qolsa yoki biron kishi o'g'irlasa, qayta tiklash uchun kerak bo'ladi. Men o'zim bir marta akkauntimni o'g'irlatganman, bir marta ichidan skinlar o'g'irlatganman, ikkita akkauntim kuyib ketdi. Короче, kashamasha. Shuning uchun screen qilib biron joyga tashab qo'yasiz. Xo'p. Yo'q. Birdaniga skaner qilib kirsa bo'ladigan narsasi chiqaryapti mana bu yerda. Bo'ldi. Hozir biz sizni sinab ko'ramiz, lekin menimcha aldaydi, chunki bu birinchi telefon nomeriga ulanish kerak edi. Tak. Buni sinab ko'ramiz. Mana bunday qilamiz. Mana bunaqa skaner chiqadi. Tak skaner qilamiz. Sign in. Tak bosamiz. Tak kirdi do'stlar. Kirdi. Chota osonlashib qoldi. Endi telefon nomeri ulash degan joyi ham bo'lishi kerak-da. Xo'p, bu narsani topsam shu Instagramga qo'yib qo'yaman. Instagramda ko'rasizlar. Обязательно qo'yaman.
alohida video qilib faqat uni Instagramda va Telegramda ko'rishlaringiz mumkin. Yo'q ham 4-5 ta odam kerak, ko'zi 4tasida bir 2 kishi o'tsa shunaqa xursand bo'laman. Xo'p, bu narsa bajarildi. Значит, biz уже mana bu akkauntlar orasidan o'zimiznikini tanlaymiz boshidan. Buni o'chirib tashlayman. Steamga kiramiz. Steamga kirgandan mana buni bosamiz. Qalqonchani bosamiz. O'zi bu yerda belgilangan akkauntlar turadi. Taq. Sizda bitta akkaunt bo'lsa, bittasini bosasiz va skaner chiqadi. Skaner chiqqandan keyin kompyuterning klublarida yoki kompyuterda Steam ochilgan vaqti mana bunaqa narsa chiqadi. Chiq. Akkauntlar bo'lsa akkaunt chiqadi va tiq plyuschani bosasiz tagiga mana bu QR kod degan joyiga mana shunday olib borasiz. Chaq skaner bo'ladi. Sign deb bosasiz. Shtaq akkauntga kirdi. Men o'zi shunaqa muzika chalaman. Xo'p, xuddi shunday endi biz bu narsani telefonga ulab oldik. Endi va'da qilganimdek ikkinchi narsa, biz bunga hozir Prime sotib olamiz. Prime sotib olganda afzalliklari nimada? Xo'p, birinchi o'rinda bizga cheaterlar o'yinda kamroq tushadi, lekin maslahat bermayman. Bu Counter Strike'ning o'zini bergan обычный demo versiyalari, обычный kartalari, соревновательный, обычный yoki primer o'ynashlardan uchun maslahat bermayman. U yerda cheaterlar ko'p. Sizning komandangizda cheater tushgan taqdirda ham sizda уже akkauntingizni bloklab qo'yishi mumkin. Menda oxirgi akkauntim xuddi shunday blok bo'ldi. Undan keyin mana yangi akkaunt ochyapman. Xo'p. Akkauntni Prime qilish uchun kupit Prime status deyapti. Uning uchun biz birinchi pul tashashimiz kerak. Birinchi pul tashashimiz kerak. Pulni qaydan tashlaymiz? Qanaqa xohlang, Paynetlardan tashasa bo'ladi. Klikda unaqa narsa yo'q. Klikning ichida ya'ni Steamga pul tashlash uchun klikda sharoit yo'q. Hozir davom ettiramiz azizlar. Tak, davom etamiz. Biz nima qilmoqchi edik? O'zimizni yangi sotib olgan, yangi ochgan Mushroom akkauntimizni premium qilmoqchimiz, ya'ni pulli versiyasiga o'tkazmoqchimiz. Uni afzalliklari nimada? Boshidan yana men aytib o'taman. Cheaterlar kamroq tushadi. Har haftalik siz o'ynaganingizda har chorshanba kuni konturda o'zi drop beradi. Ya'ni bitta case, ikkita qo'shimcha skin, bitta liba nakleykacha, liba mana bu devorga chizadigan, siz 1.6 da o'ynaydigan tini bossangiz tupuradi deydi. O'sha narsani boshqacharoq versiyalarini beradi. Xo'p, biz buning uchun qaysi platformadan foydalanishimiz mumkin? Steamni shotini to'ldirish uchun qaysi platformadan yoki qaysi prilojeneyadan, qaysi ilovadan, o'zbekchasi keldi. Qaysi ilovadan foydalanamiz? Bizga bu yerda yordam berishi mumkin bo'lgan ilovalar Paynet, yangi chiqayotgan Uniredni maslahat bermayman, chunki bitta ikkitasini puli joyiga yetib bormagan. Qarab qo'yinglar. Xo'p. Paynet klikda u narsa yo'q. Ko'chalarda Paynet budkalarida naqd pul tuqsangiz bo'lishi mumkin. Undan keyin men o'zim foydalanadigan oson, ko'rinyaptimi? Oson, 4000 so'm, 4200 so'm pulim bor. Oson, mana shu narsani, mana shu prilojeniyani men ishlataman. Hozirgacha uncha sharmanda qilgani yo'q. Uncha emas, umuman sharmanda qilgani yo'q. Kamera bu yoqda. Umuman sharmanda qilgani yo'q. Oson, menga reklamaga chiqinglar. Tak. To'lovga kiramiz. To'lovga kirgandan keyin mana bu yerda poyezga yozamiz. Steam SNG, ya'ni O'rta Osiyo davlatlari o'tkazishi mumkin. Steam SNG ga kiramiz. Mana bu yerga Steam boya o'zingizni Steam namingizni yozasiz, ya'ni Steam loginni yozasiz. Birinchisiga Steam login. Menda nima edi? Anvar 0359 qildik. Undan keyin hozir dollar kursi 12882. Biz hozir 16 dollar tashlashimiz uchun 206 ming so'm tashlashimiz kerak ekan. Xo'p, 210 ming so'm tashlaymiz. 210 1 2 3.
tutum. Xo'p, undan keyin kartani belgilaymiz. Bizga o'zi pul kelib tushdi. Xo'p, buni tekshiramiz. Steam shotimizda mana $16.27 paydo bo'ldi. O'yinga kiramiz. Kupit Prime statusini bosamiz. Kupit Prime status 14.99 ekan. $1 qilib tashab qo'ydim. $15. Chung. Xo'p. Продолжить покупки для моего аккаунта. Men o'zim akkauntimga bosamiz. Для себя bosdik o'zimiz akkaunt uchun продолжить покупки. Boshqa narsa sotib olishimiz kerak bo'lsa, shuni bosishimiz kerak ekan. Перейти к оплате. Перейти к оплате-ni bosamiz. Xo'p, keyin har bitta Steamga siz donat qilganingizda, ichiga pul tiqqaningizda sizga дополнительный ochkolar beradi. Buni Steam ichidagi qiziqarli bir nimalarga almashtirishingiz mumkin. Xo'p, pulni o'tkazdik, Steamga tashladik. Steamga tashlaganimizdan keyin Steamga qanaqa tashlashni ko'rib chiqdik. Steam akkauntimizga pulni tashlaganimizdan keyin Kupit Prime'ni bosdik, o'yinning ichiga kirib, bu yoqqa o'tdik, продолжить оплатani ko'rdik yana bizda menyu chiqdi. U yerdan mana bu yerda ptichkani bosamiz. Hamma shartlaringga rozimiz degan ptichkani bosamiz va Kupitni bosamiz. Account Prime bo'ldi. Bu yerdan chiqamiz, X qilamiz. Dengizdan bitta chiqib kelamiz. Boshqa iloji yo'q. $1 pul qoldi. O'yinga qaytib kiramiz. Uxlagan bo'lsang, yangi akkauntga bu birdan Prime o'g'irdi. Qanaqa odam ekan deb zo'r keyslarni bersa hali. Opa, buni hozir to'g'rilaymiz keyinroq. Opa, account Prime bo'ldi. Endi hozir men novichok bo'lganim uchun bir nimalar beryapti, ish qilib. Account Prime bo'ldi. Sizda agar eskiroq akkaunt bo'lsa, xuddi shunaqa qilib ichiga pul tashlaysiz va siz соревновательный rejimdan tashqari premier rejimda kattaroq bolalar bilan o'ynashingiz mumkin bemalol. Xo'p, biz ko'rib chiqqan narsa Steam akkauntga qanaqa qilib pul tashlash bo'ldi. Steam akkauntni qanday Prime qilish bo'ldi va telefonga qanday qilib Steam appni ustanovka qilish bo'ldi. Qanaqadir savollar bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Agar mana shu videoga 100 ta like berilsa, kimgadir bitta Steam akkaunt sovg'a qilamiz. Shu gap. Hech kim eshitmasin. Bo'pti.